Mana shu darvozaxonamizni eni 5 metrga yaqin bo'lishiga qaramasdan qaranglar, mana bu tunuka fon ishimiz tekis holatda bo'lib chiqdi. O'rtada osilgan valna qanaqadir joylari bo'lmadi. Xudo xohlasa, kачественный va sifatli holatda bo'lib chiqdi. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Xudo xohlasa biz yana bir xonadonimizni tunuka fon ishini Andijon viloyati 80 metrda mana shunaqa go'zal holatda bitirib berdik. Bu xonadonimizning egasi bizni ishlarimizni YouTube tarmog'ida ko'p yillardan beri kuzatib borar ekan. O'zlari musofir yurtda. Xudo xohlasa ishlarni mana shunaqa sifatli darajada bitirib berdik. Agar siz ham bizni musofir yurtdan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, tunuka fonga navbat kelganda albatta o'zimizga murojaat qiling. Ishingizni mana shunaqa sifatli darajada va ideal ko'rinishda Xudo xohlasa jamoadoshlarimiz bilan birgalikda borib bitirib beramiz. Xonadonimizni mana shu darvoza xonasi hamda ichkari shapkalarini tunuka fon qilib berdik. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, necha kvadrat tunuka rasxod qildik va necha pulga bitirib berganimizni albatta aytib o'taman. Xonadonimizning ichkari shapka qismlarini ham mana shunaqa chiroyli holatda bitirib berdik. Shapkamizni eni 140 sm atrofida bo'lishiga qaramasdan mana shunaqa 2 qavatli fasondan foydalanib, shapkani eniga moslab chiroyli holatda bitirib berdik. Bu shapkamiz G shaklida bo'lgan, burchaklarni ham ko'rishingiz mumkin. Butun holatda chiqarib berganmiz. Mana bu tomonga qarab ketgan, hurmatli obunachilar. Eng asosiysi darvozaxonamizni eni 5 metr bo'lishiga qaramasdan qaranglar, tunukamizni tekis holatda chiqarib berganmiz. Har bitta burchak shoklariga o'zgacha yondashuv bilan qaraganmiz, hurmatli obunachilar. Qaranglar, juda ham chiroyli holatda bo'lib chiqqan. Alkafonni o'zi bo'lib chiqdi. Bu oq fasonimiz hozirgi kunda juda ham trendga aylanyapti, lekin bu oq fason juda ham nozik fason hisoblanadi. Uncha-muncha usta mana shunaqa ideal qilib chiqarib bera olmaydi. Shuning uchun usta tanlashda adashmaysiz degan umiddaman. Misol tariqasida, hurmatli obunachilar, sizning xonadoningizni razmerlariga moslab biz o'zimiz dizayn chiqaramiz. Mana shu darvozaxonamizni eni 5 metrga yaqin bo'lganligi uchun mana bu cheka qismlarini qaranglar, boshqacha chiqarib berganmiz. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 qavat karniz aylantirib berganmiz. Shunda mana shu o'rtadagi daroshkamiz chotki holatda bo'lib qolgan. Agar faqat mana buni o'zini aylantirganimizda o'rta katta bo'lib, xunuk bo'lib qolardi. Nima demoqchiman? Sizni darvozaxonangizni razmeriga moslab, xudo xohlasa o'zimiz dizaynlarni, chizmalarini chizib, sizni darvozaxonangizga yarashadigan qilib, har qanday fasonni xudo xohlasa tushirib beramiz. Bizni Andijon tunuka fon YouTube kanalimizni muntazam kuzatib boring. Xudo xohlasa men jamoadoshlarimiz bilan birgalikda mana shunaqa qilgan tunuka fon ishlarimizni siz aziz vatandoshlarimizga birma-bir ko'rsatib beraman. Xudo xohlasa bu xonadonimizni tunuka fon ishini mana shunaqa chotki holatda oppoq rangda bitirib berdik. Bu xonadonga ishlatgan tunukamizning qalinligi 0,4 qalinlikda bo'ldi. Samiza tunuka, ya'ni Samarqand tunukasi 12 yillik kafolatga ega tunukada mana shunaqa oppoq rangda chiroyli holatda bitirib berdik. Xonadonimizga jami bo'lib 203 kvadrat tunuka rasxod qildik va xonadon egasiga barcha xarajati ichida 28 million 800 ming so'm evaziga mana shu xonadonimizni to'liqligicha mana shu darvozaxonasi hamda ichkari shapka G shaklida bitirib berdik, hurmatli obunachilar. Kачествосini o'zingiz mana videoda ko'rib turmoqdasiz. Inshaalloh siz ham xonadoningizni bizga tunuka fon qildirsangiz, ishingizni mana shunaqa a'lo darajada bitirib beramiz. Qo'ldan kelgancha albatta, hurmatli obunachilar. Bizning Andijon tunuka fon YouTube kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sababi biz yangi video qo'yganimizda sizga yetib boradi, ya'ni udavleniya keladi, xullas, hali qo'ng'iroqchani bosganingizda, shunda chiqib qoldim, ming bor uzr, endi aybga buyurmaysizlar, charchab qolibman. Qo'ng'iroqcha keladi, xullas, video qo'yish Shohruxbek degan, shunda bemalol o'tib ko'rib olsangiz bo'ladi. Qo'ygan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rasiz, uyingizga moslaysiz va o'zingiz yoqtirgan fasonda skrinshot qilib olsangiz, galereyangizga saqlab olsangiz, bizni chaqirganingizda mana shu fasondan qilib bering Shohruxbek desangiz, xudo xohlasa, aynan siz xohlagan fasonda biz jamoadoshlarimiz bilan birgalikda xonadoningizni tunuka fon qilib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz markazida har doimgidek Kamina usta Shohruxbek bo'ldi.